eriga gap qaytarib, tilini 5 qarich qiladigan zahar ayollar haqida gaplashaylik. Ular har kuni erlari bilan janjal qiladilar, pullari yo'qligidan noliydilar, bolalarini yomon ko'radilar hamda qaynona, qaynotani xizmatini umuman qilgilari kelmaydi. Shunaqa tanish oilalar bormi? Albatta bor, juda ham ko'p. Savollar, munosabatlar haqida gaplashadigan bo'lsak, mana shunaqa ayollarni o'ziga nisbatan munosabati yaxshi emas. U o'zini yoqtirmaydi. O'zini yoqtirmaydigan ayollar hammadan ayb qidirishni boshlaydi. Yaqindagina bitta savol keldi menga. Meni ayolim o'zidan o'zi urishib ketib qoldi deb. Albatta bu yerda muhit birinchi o'rinda turadi, lekin ayol kishi hamma narsani uddalashi kerak. O'ziga nisbatan ishonchi ham bo'lishi kerak va xo'jayiniga nisbatan ham ishonchi bo'lishi kerak. Aytishadi-ku, qarsak ikki qo'ldan chiqadi deb.